Salom nasıl sizler bilan men Ozodbek. Shu siz menga keldi uzilgan videomga. Oh. Bitta bugün var edi. İlk merhaba tashlayapmiz. Turadi yaxshilab. Turadi. Oy. Mening yonimga tezroq kel. Telefon olib yursang bo'lmaydimi? Menga nima? To'xtanglar de. Hoş bunu bitamiz. O ana tak bo'ldi. Ketdik endi. Hoş. Men nima deydik? Aytgancha meni qishloqqa qor yoqqanda shu mana qor to'lib yotib turadi. Hoş tak. Assalomu alaykum janob men. Va alaykum assalom. Nima deysiz? Anaxtar uyda bitta jigin o'lib qolibdi. Ana shu ko'rib tasha. Yo'q, qo'rqmasangiz yapsizmi? Voy, men qaytib ko'rishim mumkin, o'ylab ko'ring. Ko'p degandan keyin ko'pda. Men o'ylab ko'ring, o'lgan qishloqi. Tiramas. Boring ko'p. Mayli. Pul berasizmi? Pul berasizmi? Ha, mayli, bir stak beraman. Nima bir stak? Izi borom. Mayli. Ketdik. Aytgancha mening qishlog'imda yangi magazin ochilgan. Xo'sh. Qor bo'lib yotibdi. Xo'sh, oxirdagi uy. Mana shu uy bo'g'atdi. Bak, mana bu bo'lgan ekan. What the fuck? Dahshat sosyapti. Qoch. Betga toporlarni olib kelmasam bo'lmaydi. Topor, lapata kerak bo'ldi. O'rmonni nariga chekasak ko'mib kelaman. Shunaqa ham sassiq bo'ladimi? Hidi bilmayman. Xo'sh, topor. Yo'q, to'xtaydi. Hammasi topor emas, buni yangi buyurtma qildim. Har ehtimolga qarshi qilich va lapata ham olamiz. Ketdik. Yugur tez boraylik. Pozizchi. Vata. Pozizlarni kelib yakashtiraman. Tashlat pishdi-yu. Keyin merga soliq to'laymiz va bu birinchi menuni hallab olish kerak. Oy. Shunchalik ham sassiq bo'ladimi? O'qishib ketish kerak. Mana qonlarni qaradi. Qarasin necha oy bo'lgan ekan buni bilgan edi. Shunday sassiq yotibdi-yu. O'taylaman edi. Bir stakiz bor. Mayli, lekin mana uni ko'tarib olib boshdan o'zi qiyin. Sassiq yotibdi-yu. Sassiq tez bo'lish kerak. Mana shu qo'ymani chetga ko'rib tashlayman. Sigara muntahi. Shunda azab qishloq qachonlargan ekan bu qishloq. 2 yil bo'lyapti. Tez chuqurga qo'ymaslik dahshat chiqdi. Hali ham burnimdan hidi keldi. Uni ko'tarib yurish degan qiyin narsa, lekin pul beraman dedi. Pul beraman dedi. Pul bermasku, gap onasini yemsin. Sassiq. Ikkinchi bunaqa ishlarga aralashib qabriga qo'yib chiqish kerak. Yordam ustiga tushib ketdim. Nima qilib qo'ydim? O'lik ko'milgani o'yla. Qishloqlar ham aytmaydi, ustidan qo'rqib ko'mib tashlaymiz. Bir ikki gul yo'q ekan, qo'yib ketadi. Gul mana so'roqlarni paydo bo'ladi. Gul yo'qmikan? Qishda mana gul. Lekin dahshat sassiq yapti. Gul qo'yib o'sib chiqadi.
Lekin dahshat sesi yoktu. Lekin bir sakıl topu o'yingani zo'r bo'ldi. Qayerga man aytganim? Qayerga man aytganim? Mana shu yerga keldim. Ha, to'shni topibman. Yotibman etti. Gul qo'yib ketaydi tepasiga. Hayır, o'lsa bir suvga sakrayman borganman. Lekin qish o'tib ketdi. Oyog'im og'ridi. Ketdik siz. O'zlari ta'mirlab oladi. Dahshat sasi. Ketdim ana ayxo'rga tushib kelib, pauzlarni tozalayman. Bo'lmasam pauzlarimga ham hadi urib qolar kraska. Yama suvimizda yotibdi. Harakat vaziyatga juvarib. Chiqdik. 2 stakanım bo'ladi, xo'sh. 2 stakanimni beradi. O'zi qisqa qo'shimcha izlab bor ekan hammayga. Mana ularni qo'yib olaylik. Yerga soliq ham to'lash kerak. Lekin bir stak ketmani olmaydi. Bir stakani olaman. Qo'ymayman, men qo'ymayman. Dayı pozlar ham shunaqa ham o'sadi. Odam yaxshi bo'lsin, odam yaxshi. Qarasında dahshat yutib ketgan. Yomon. Girmişten düşmeyin iken bu sefer uncha bo'lmadi. Bir stak pulni olishga ham boradi. Janob mer, soliqlarni olib kelgan. Ha, sodaka solib qo'y. Xo'p. Aytgancha sen ko'mdikmi? Ha, ko'mib keldim o'rmonning ichirog'iga. Pulingni ol. Nech pul? Ha, aytdim-ku bir stak deb. Ha, mayli. Endi magazindan kompyuter sotib olsam ekan. Dahshat. Nechaga chopay? 8 ming olamiz. Hech bir nimalar o'tkazamiz. Kompyuter dahshat. Izmurutma. Magazinga borib narsalar ko'rib kelamiz. Lekin boyagi bu hayolni ketmayapti. Assalomu alaykum bratan. Alishan, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Nimalar bor olishga? Hamma narsa bor. Ko'raveraymi? Ko'rasan, nima qilasan, boshqa yaramas. Bo'pti. Xo'sh, svet bor ekan, svet kerak emas. Mana mikrofon, kompyuter. Hech bilib qo'ymadim. Bu yerda dahshat hakkerlikka kompyuter. Bitta wow. Wi-Fi olsam bo'ladimi?
Ha, olaver. Mana bu Wi-Fi'de olamiz. Bittasi nechi pul? 10 stack $. Mana 10 stack. 10'da mana 8 ta nimangiz bor? O'yinga hakkerlik yug'li. Hozir olaman-da uni shundan. 8 taga. Qorasida yo'qmi? Voy, tushib ketdi. Borish kerak, qarab ko'r. Hop. Tak. Oqidan boriga oq yaxshiroq. Menimcha sizga hakkerlik qilishga bitta. Bittasi 8 ta bo'lar. Bitta qilib olaydi. Ketamiz. Stop. Ha, to'g'ri. Bitta yana gantel bor ekan, televizor pastda kompyuterlar. Xo'sh. Bitta mikrofon bor ekan. Mikrofonga emas. Mana bu gantel nechi bu? Qaysi biri? Kichkina katta. Xo'sh, kattasi 20 ta 100 bo'ladi. Ana hozir olaman undan ham. Ya, aytganda kerak emas bu. Bo'pti, rahmat. Xo'sh, dahshat Wi-Fi bo'ldim. Wi-Fi. Dahshat internet ishlaydi. Internet dahshat ishlaydi. To'xtanglar, Wi-Fi bilan ishlaydi. Yo'q. Bitta. Mana shu yerga qo'yamiz. Dahshat turadi. Bu kerak nima? To'xtanglar, birinchi mana ulov olamiz Wi-Fi'ga Tak. Ulandi. Xo'sh, o'chirib yo'q qo'yaylik. Bu ham ulovlik. Mana shu yerga xo'sh, tak. Ulandi. Olamiz, ketdik. Buni hakkerlik qilsak bo'ladi. Endi bitta mening kompyuterimni ko'ramiz, nimalar bor ekan. Xo'sh, to'xta. Qo'yib o'tirib. Voy, biraz dahshat narsalar ko'rgan. Hech olmaymiz. Xo'sh. Mana kimni hisob raqam. Voy, qishloqqa tushirgan voy bo'ladi. Voy ta. O dahshat bu narsalar. Wow. Yalnız yerim yaşlı gerek. Bildik. Yerga ularım var. Savdogarga ulanı olaydik dedi usta. Voy, savdogarga ulanı. Dahshat, oyga da qo'yib pul kelarkan bunga. Voy, yomonmas. Hech balo yo'q. Hammaga xayr do'stlar. Bugungi video shu bilan nihoyasiga yetadi.